Keling, bugun juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib gaplashamiz. 65 yoshdan oshgan pensioner qo'shimcha to'lovni qonuniy ravishda olishi mumkinmi? Kimlar bunga haqli? Bu pulni qanday talab qilish kerak va eng muhimi, nima uchun ko'pchilik odamlar o'ziga tegishli pulni yillab olmay yuradi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki yaqin qarindoshimiz pensiya oladi. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Chunki bitta e'tiborsiz qoldirilgan hujjat yoki bitta berilmagan ariza sababli odam oyma-oy qo'shimcha puldan mahrum bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda pensionerlar, nafaqalar, huquqlar va davlat to'lovlari bo'yicha oddiy tilda amaliy ma'lumot berib boraman. Avvalo asosiy savolga javob beraman. 65 yoshdan oshgan pensionerga qo'shimcha to'lov avtomatik tarzda tushadimi? Har doim ham yo'q. Eng katta muammo ham shunda. Ko'pchilik davlat o'zi biladi, agar menga pul tegishli bo'lsa, o'zi qo'shib beradi deb o'ylaydi. Amalda esa ayrim to'lovlar avtomatik hisoblanadi. Ayrimlari esa faqat ariza, ma'lumotnoma, hujjat yoki pensiya ishini qayta tekshirtirish orqali tayinlanadi. Men ko'p uchratadigan holat shuki, pensioner 65 yoshdan oshgan, sog'lig'i yomonlashgan, yolg'iz yashaydi, boshqa daromadi yo'q, lekin qo'shimcha yordam so'rash tartibini bilmagani uchun faqat asosiy pensiya bilan qolib ketadi. Oldin qanday edi? Oldin odamlarning ko'pchiligi pensiya masalasini faqat bir marta pensiyaga chiqqan paytda hal qilardi. Mehnat daftarchasi topshiriladi, ish staji hisoblanadi, pensiya tayinlanadi va shu bilan hammasi tugadi deb o'ylanardi. Keyin odam yana ishlagan bo'lsa ham, yangi hujjatlar topilgan bo'lsa ham, sog'lig'i o'zgargan bo'lsa ham, oilaviy holati o'zgargan bo'lsa ham, ko'pchilik qayta murojaat qilmasdi. Natijada pensiya miqdori o'zgarmay qolardi yoki odam o'ziga tegishli ustama va yordam pullarini olmay yurardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat xizmatlari, pensiya jamg'armasi, mahalla tizimi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, elektron bazalar orqali ko'p narsani tekshirish mumkin. Lekin bu hammasi o'zi avtomatik bo'ladi degani emas. Ayniqsa 65 yoshdan keyin pensionerning holati alohida e'tiborga olinishi kerak. U ishlayaptimi yoki ishlamayaptimi? Yolg'iz yashaydimi? Nogironligi bormi? Parvarishga muhtojmi? Kam ta'minlangan oilada yashaydimi? Ilgari hisobga kiritilmagan ish staji bormi? Orden, medal, faxriy unvon, alohida xizmatlari bormi? Turmush o'rtog'idan ayrilganmi? Qaramog'ida odam bormi? Mana shu savollarning har biri qo'shimcha to'lov yoki pensiyani qayta hisoblashga sabab bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. 65 yoshdan oshgan pensioner nimalarni bilishi kerak? Birinchidan, qo'shimcha to'lov deganda faqat bitta turdagi pulni tushunmaslik kerak. Bu pensiyaga ustama bo'lishi mumkin, ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin, parvarish bilan bog'liq to'lov bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'yicha qayta rasmiylashtirish bo'lishi mumkin. Ish staji qayta hisoblangani uchun pensiya oshishi bo'lishi mumkin. Yoki kommunal, dori-darmon, protez ortopediya, sanatoriy, ijtimoiy xizmatlar shaklidagi yordam bo'lishi mumkin. Pul hamma vaqt qo'shimcha pensiya nomi bilan kelmasligi mumkin, lekin pensioner uchun real foydasi bor. Ikkinchidan, 65 yoshning o'zi har doim alohida ustama beradi deb o'ylash xato. Men buni juda aniq aytmoqchiman. Yosh muhim belgi, lekin ko'p hollarda hal qiluvchi asos qo'shimcha holatdir. Masalan, pensioner 65 yoshda, sog'lom, farzandlari bilan yashaydi. Yetarli daromad bor. Ilgari barcha ish staji to'liq hisoblangan. Bunday odamda qo'shimcha to'lov chiqmasligi mumkin. Lekin boshqa bir pensioner 67 yoshda yolg'iz, surunkali kasal, davolanishga ko'p pul sarflaydi. Eski ish joyidan arxiv ma'lumotnomasi topilgan. Ilgari 5 yillik ish staji hisobga kirmagan. Mana bunday holatda bir emas, bir nechta yo'nalishda murojaat qilish kerak bo'ladi. Aniq misol keltiraman. Faraz qilaylik, 16 yoshli aka 25 yil ish staji bilan pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlanganda eski zavoddagi 4 yil staji mehnat daftarchasida noto'g'ri yozilgani yoki muhr aniq ko'rinmagani uchun hisobga olinmagan. Aka endi kech bo'ldi deb yuradi. Aslida u arxivga so'rov berib, o'sha davrdagi ish haqi va ish staji haqida ma'lumotnoma olsa, pensiya jamg'armasiga pensiyani qayta hisoblashni so'rab murojaat qilishi mumkin. Natijada pensiyasi, masalan, oyga 10 ming, bu 10 ming yoki undan ko'proqqa oshishi mumkin. Bu raqamlar har bir ish haqi va stajga qarab farq qiladi, lekin mazmuni bitta. Ilgari hisobga kirmagan mehnat yillari pensioner puliga bevosita ta'sir qiladi. Ikkinchi misol. 70 yoshli opa yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda
yoki chet elda amalda o'zini o'zi eplay olmaydi. Doimiy dori ichadi, uy ishlarida qiynaladi. Lekin u mahallaga men yordamga muhtojman deb murojaat qilmagan. Tibbiy xulosa ham olmagan. Bunday vaziyatda faqat pensiya miqdorini ko'rish yetarli emas. Mahallaga, oilaviy poliklinikaga, ijtimoiy xizmat mas'ullariga murojaat qilish kerak. Agar opa yolg'iz pensioner sifatida yoki o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxs sifatida tan olinsa, unga ijtimoiy xizmat, moddiy yordam, parvarish bilan bog'liq ko'mak yoki boshqa turdagi qo'llab-quvvatlash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ham qo'shimcha daromad yoki xarajatlarni kamaytiradigan real yordam hisoblanadi. 3-misol. 5 yoshli pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan. Ko'pchilik men pensiyaga chiqdim. Endi ishlasam ham pensiyamga ta'sir qilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim hollarda pensiyadan keyingi mehnat faoliyati, to'langan badallar, yangilangan ma'lumotlar pensiyani qayta ko'rib chiqish uchun asos bo'lishi mumkin. Bu yerda har bir davr, ish joyi, rasmiy bandlik, soliq va badal to'lovlari muhim. Agar odam norasmiy ishlagan bo'lsa, ya'ni ish haqi qo'lga berilgan, mehnat shartnomasi bo'lmagan, badal to'lanmagan bo'lsa, buni pensiya hisobiga kiritish qiyin bo'ladi. Lekin rasmiy ishlagan bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. 4-misol. 18 yoshli ayol turmush o'rtog'idan ayrilgan, marhum turmush o'rtog'i uzoq yillar ishlagan. Pensiyasi yuqoriroq bo'lgan yoki alohida toifadagi shaxs bo'lgan. Ayol esa o'z pensiyasini olib yuribdi va erim vafot etdi, hammasi tugadi deb o'ylaydi. Bunday holatda boquvchisini yo'qotganlik, pensiya turini o'zgartirish, o'z pensiyasi bilan boshqa turdagi to'lovni solishtirish kabi masalalarni tekshirtirish kerak. Har doim ham o'tish foydali bo'lavermaydi, lekin ayrim holatlarda foydali bo'lishi mumkin. Shuning uchun menga qaysi bir manfaatliroq degan savol bilan pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilish kerak. Endi kimlar albatta xavotir olishi va tekshirtirishi kerakligini sanab o'taman. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz va pensiyangiz juda past bo'lsa, birinchi navbatda tekshirtiring. Agar mehnat daftarchangizda eski yozuvlar, xatolar, o'qilmaydigan muhrlar, korxona nomi o'zgargan holatlar bo'lsa, tekshirtiring. Agar pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsangiz, tekshirtiring. Agar yolg'iz yashasangiz yoki sizni doimiy parvarish qiladigan odam bo'lmasa, tekshirtiring. Agar nogironlik belgilari bo'lsa, yurish, ko'rish, eshitish, yurak, insultdan keyingi holat, qandli diabet asoratlari kabi muammolar bo'lsa, tibbiy yo'nalishda ham tekshirtiring. Agar marhum turmush o'rtog'ingizning mehnat staji yoki pensiyasi siznikidan yuqori bo'lgan bo'lsa, albatta maslahat oling. Agar sizda faxriy unvon, medal, urush yoki mehnat fronti, alohida soha imtiyozlari, zararli mehnat sharoiti bo'yicha ish davri bo'lsa, hujjatlarni ko'rib chiqing. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensiya yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish staji elektron bazalarda to'liq chiqqan bo'lsa, sizda qo'shimcha maqom yo'q bo'lsa, yolg'iz yashamasangiz, nogironlik yoki parvarishga muhtojlik holati bo'lmasa, pensiyadan keyin rasmiy ishlamagan bo'lsangiz, albatta katta o'zgarish chiqmasligi mumkin. Lekin men baribir kamida bir marta tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki amaliyotda odam o'zi bilmagan huquq paydo bo'lganini keyin bilib qoladi. Masalan, eski arxiv hujjati topiladi. Korxona hujjatlari tiklanadi. Sud orqali ish staji tasdiqlanadi yoki tibbiy holat asosida boshqa yordam olish mumkin bo'ladi. Endi istisnolar va nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat. Qo'shimcha to'lov har doim orqaga qarab to'liq berilmaydi. Ko'p odamlar, men bunga 3 yil oldin ham haqli edim. Endi 3 yillik pulni birdan to'lab berishsin deydi. Lekin qonunchilikda ko'pincha to'lov ariza berilgan kundan yoki huquq tasdiqlangan kundan boshlab tayinlanadi. Ayrim hollarda qayta hisoblash ma'lum muddatga orqaga qo'llanishi mumkin. Ayrim hollarda esa yo'q. Shuning uchun vaqtni cho'zmaslik kerak. Bugun murojaat qilsangiz, bundan jarayon boshlanadi. 1 yil kutib yursangiz, ehtimol 1 yil imkoniyatni yo'qotasiz. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki gap yetarli emas. Menga mahallada aytishdi. Pensionidagilar shunday dedi, tanishim olgan ekan degan gaplar huquqiy asos bo'lmaydi. Men doim bitta qoidani aytaman. Arizani yozma bering, ro'yxatdan o'tkazing, javobni yozma oling. Agar sizga tegishli emas deyishsa, og'zaki javob bilan ketmang. Iltimos, rad etish sababini yozma ravishda bering deng. Yozma javob bo'lsa, uni tahlil qilish, yuqori tashkilotga shikoyat qilish yoki xatoni tuzatish mumkin. Og'zaki rad javobidan esa hech narsa isbotlab bo'lmaydi. Uchinchi nozik jihat, daromad mezoni. Ayrim ijtimoiy yordamlar pensionerning faqat yoshi bilan emas, balki oilaviy daromadi, yashash sharoiti, yolg'izlik holati, mulki
oiladagi boshqa a'zolar daromadi bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, pensioner o'zi ham pensiya olsa ham, bir uyda yuqori daromadli farzandlari bilan yashasa, ayrim yordam turlarida bu hisobga olinishi mumkin. Aksincha, pensionerning farzandlari bor, lekin ular amalda yordam bermaydi. Pensioner alohida yashaydi, xarajatlar katta bo'lsa, bu holatni hujjatlar bilan ko'rsatish kerak bo'ladi. Ya'ni men qiynalyapman deyishning o'zi yetarli emas, xarajat. Davolanish, yashash sharoiti, oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladi. 4-nozik jihat. Nogironlik va parvarishga muhtojlik bir xil narsa emas. Ba'zan odamda nogironlik guruhi bor, lekin parvarish bo'yicha alohida hujjat yo'q. Ba'zan odam nogironlik olmagan, lekin yoshi va kasalligi sababli ijtimoiy xizmatga muhtoj. Shuning uchun poliklinika, tibbiy komissiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va mahalla bilan alohida ishlash kerak. Qaysi hujjat qaysi to'lovga asos bo'lishini aniqlamasdan turib, menga hech narsa bermadi deb xulosa qilish to'g'ri emas. 5-nozik jihat. Hujjatlardagi kichik xato katta pulga ta'sir qiladi. Ism bir joyda Tohir, boshqa joyda Tohir yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana bir hujjatda boshqa, mehnat daftarchasida boshqa bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, familiya nikohdan keyin almashgan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi mos kelmasa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Bunday holatda odam stajimni tan olishmadi deb xafa bo'ladi. Aslida esa avval hujjatlarni to'g'rilash, dalillarni yig'ish, zarur bo'lsa sud orqali faktni tasdiqlash kerak bo'ladi. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, hozirgi pensiyangiz bo'yicha ma'lumot oling. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qiling va pensiyangiz qanday hisoblanganini, qancha ish staji olinganini, qaysi ish haqi davrlari hisobga kiritilganini, qanday ustamalar borligini so'rang. Savolni umumiy bermang. Pensiyam kam oshirib bering demang. Mening pensiya ishimni qayta tekshirib, ish stajim, ish haqi ko'rsatkichlari, ustamalar va qo'shimcha to'lovlarga huquqim bor yo'qligi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozing. Ikkinchi qadam, barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, diplom yoki o'qish davri kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi guvohnoma, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, tibbiy xulosalar, marhum turmush o'rtog'ining o'lim haqidagi guvohnomasi va uning pensiya yoki ish stajiga oid hujjatlari, orden, medal yoki faxriy unvon hujjatlari. Hujjat ko'p bo'lsa ham qo'rqmang. Pensioner uchun eng kuchli himoya bu tartibli yig'ilgan hujjatdir. 3-qadam, eski ish stajini tekshiring. Agar sizning mehnat daftarchangizda korxona nomi bor, lekin pensiya jamg'armasi bu davrni hisobga olmagan bo'lsa, o'sha korxonaning huquqiy vorisi bormi? Arxivga topshirilganmi? Shahar yoki viloyat arxivida hujjatlar saqlanadimi? Shuni aniqlang. Arxivga so'rab berishda ishga kirgan va chiqqan yillarni, lavozimni, korxona nomini, qaysi shaharda ishlaganingizni yozing. Agar aniq sana esingizda bo'lmasa, taxminiy yillarni ko'rsating. Arxiv ma'lumotnomasi topilsa, bu pensiyani qayta hisoblashda juda muhim bo'ladi. 4-qadam. Sog'lig'ingiz bo'yicha huquqlaringizni tekshiring. 65 yoshdan keyin ko'p odam qarilikda deb kasalliklarini hujjatlashtirmaydi. Lekin yurak kasalligi, insult oqibatlari, ko'rishning keskin pasayishi, eshitish muammosi, harakatlanish qiyinlashuvi, doimiy parvarishga ehtiyoj kabi holatlar rasmiy tibbiy xulosa bilan tasdiqlanishi kerak. Oilaviy shifokorga boring, kasallik tarixini tartibga keltiring, kerakli mutaxassislarga yo'llanma oling. Agar asos bo'lsa, nogironlik masalasini yoki parvarishga muhtojlik masalasini ko'rib chiqishni so'rang. Bu uyat emas, bu insonning qonuniy huquqi. 5-qadam, mahallaga murojaat qiling. Ayniqsa yolg'iz pensionerlar, kam ta'minlangan oiladagi pensionerlar, parvarishga muhtoj keksalar mahalla orqali mavjud ijtimoiy yordam dasturlari haqida ma'lumot olish kerak. Murojaatda aniq yozing. Men 60 yoshdan oshgan pensionerman. Daromadim asosan pensiyadan iborat. Sog'lig'im va yashash sharoitim sababli qo'shimcha ijtimoiy yordamga muhtojman. Mening holatimni o'rganib, mavjud yordam turlariga kiritish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Shundan keyin oila tarkibi, daromad, yashash sharoiti, tibbiy holat bo'yicha o'rganish bo'lishi mumkin. 6-qadam. Agar rad javobi olsa, to'xtab qolmang. Rad javobida nima yozilganini o'qing. Hujjat yetarli emas deyilsa, qaysi hujjat yetishmayotganini so'rang. Huquqingiz yo'q deyilsa,
qaysi norma asosida rad etilganini so'rang. Agar siz rad javobini noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga, tegishli vazirlikka, xalq qabulxonasiga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Lekin shikoyat qilishdan oldin hujjatlarni tartibga solish juda muhim. Hissiyot bilan emas, dalil bilan harakat qiling. Yana bir maslahat, qarindoshlar pensioner nomidan yordam berishi kerak. Ko'p keksa odamlar idoraga borishga qiynaladi. Navbat kutolmaydi, savolni aniq bera olmaydi. Farzandlari yoki nabiralari pensiya baribir kam deb qo'l siltamasin. Bir kun vaqt ajratib, hujjatlarni ko'rib chiqish, davlat xizmatlariga borish, ariza yozish, arxivga so'rov yuborish orqali oyga oyma-oy qo'shimcha mablag' kelishi mumkin. Masalan, oyga 1000 so'm oshsa ham, bu bir yilda 1 million 200 ming so'm degani. Oyga 2 ming so'm oshsa, bir yilda 3 million so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu dori oziq-ovqat, kommunal to'lov yoki tibbiy tekshiruv xarajatidir. Ariza yozishda oddiy. Lekin aniq uslubdan foydalaning. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. 15 yoshdan oshganim, mavjud ish stajim, pensiyaga chiqqandan keyingi mehnat faoliyatim, sog'lig'im, oilaviy va ijtimoiy holatimni inobatga olib, pensiyamni qayta hisoblash, mavjud ustamalar va qo'shimcha to'lovlarga huquqim bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'rayman. Natijasi bo'yicha menga yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday ariza oddiy ko'rinsa ham, masalani rasmiy yo'lga qo'yadi. Agar siz o'zingizga tegishli to'lovni bilmasangiz, mutaxassisdan maslahat olishdan tortinmang. Pensiya masalasi faqat bitta raqam emas. Bu mehnat staji, ish haqi, hujjat, yosh, sog'liq, oila holati, alohida maqom va qonuniy tartiblarning yig'indisi. Shuning uchun har bir pensionerning ishi alohida ko'riladi. Qo'shningiz olgani sizga ham avtomatik tegadi degani emas. Siz olmaganingiz qo'shningiz ham olmaydi degani emas. Eng to'g'ri yo'l o'z hujjatingizni tekshirtirish. Bugungi gaplarimning asosiy xulosasi shuki, 15 yoshdan oshgan pensionerlar o'z pensiya ishini va ijtimoiy yordamga huquqini albatta tekshirtirishi kerak. Qo'shimcha to'lov avtomatik tushmayotgan bo'lishi mumkin. Sabab eski staj hisobga olinmagan, ariza berilmagan, tibbiy holat rasmiylashtirilmagan, mahallaga murojaat qilinmagan yoki hujjatda xato bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz jim kutish emas, yozma murojaat qilish, hujjat yig'ish va javob talab qilish. Agar sizning oilangizda 65 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini ko'rib chiqing. Pensiya qanday hisoblanganini so'rang, mahallaga murojaat qiling, sog'lig'i bo'yicha tibbiy xulosalarni tartibga keltiring. Eski ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumotlarini izlang. Bu oddiy harakatlar odamning hayot sifatini yaxshilashi mumkin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya qayta hisoblanib oshganmi yoki aksincha idoradan rad javobi olganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi yoki buvisi bobosi pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta video odamga yillab olmagan qonuniy pulini olishga yordam beradi.